أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قرنداشlar bizning dars mazmuni ahli kitob haqida ketayotgan ahli kitobninki o'zini İbrahim alayhissalomga bog'lash da'vosi o'tirib chiqqandan keyin İbrahim alayhissalomga munosabatlik Kabe selinish va Kabedagi Allohning barliq birligiga dalolat qiladigan va shu vaqtdagi ba'zi mo'jizalarga, ishoratlarga dalolat qiladigan bir qism ahvollarni munosabat shaklda qistirilib o'tgandi. Gap yana shu ahli kitobga qaytdi. 98-oyatga keldik bugun sura Ali Imrondanki. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda deydi: "Estaizu billah قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون." Qısqacha bir tarjima qilsak, dan ey Muhammad alayhissalom, ey ahli kitob, nima uchun Allohning oyatlarini inkor qilasizlar? Allohning oyatlariga kafir bo'lasizlar. Alloh sizlar qilayotgan ishlarning hammasidan xabardor, hammasini ko'rib turadi, hammani bilib turadi degan shaklda ifodaladi Alloh subhanahu va taolo. Hamda oyatni birdan-bir tahlil qilganimizda diqqat qilsak, ba'zi xitoblar bevosita boshlanadi. Masalan, Qur'on qarasak, ya ayyuhallazina amanu ya ahlal kitob degandek. Bu ahli kitob masalasida ba'zi kitoblarning oldida qul so'zi yo'q. Yani ya ahlal kitob bevosita xitob qilib boshlangan. Ba'zi oyatlarda qul ya ahlal kitob deb qullan boshlangan. Endi avval biz qul ifodasininki amaliy ifodalanishning bir uqumini bir deb o'tsak, masalan bir buningga ijtimoiy turmushlardan misol olsak, bu nechrat deb o'tdik, tekrar so'zlamak biraz tushunchani oydinlashtirishi mumkin. Masalan, men o'g'limni tag'isidan qishqa avatib, o'g'lim tag'onga degan men tushdan keyin uysiga boraman desam, o'g'lim odatda normal tag'isining uysiga berib, tag'a dadam tushdan keyin keladi ekan deydi. Bu normal ifoda. Alloh payg'ambar alayhisalomga qul ya ahlal kitob degan bo'lg'achqa, Rasululloh ahli kitobning oldiga kelib bevosita ya ahlal kitob deb boshlasa bo'ladi. Qul ifodasi dan Muhammad alayhisalom ifodasini akamasimi bo'ladi. Bu yerda buni keltirilishining sababi bizga shuni ifodalamoqchiki, men faqat yetkazguchi yoki Muhammad sallallohu alayhi vasallam faqat yetkazguchi. Alloh qanday xitob qilsa, shu shaklda xitobni aynan yetkazaman deb omonatdorlikning eng yuqori chekini, eng yuksak ifodalanishini bizga ifodalash kerak. Bu bir masala. Ikkinchi bir masala, men bayatdan degandek, ba'zi xitoblarda bevosita ya ahlal kitob deb boshlanadi. Ba'zi xitoblarda qul ya ahlal kitob deb boshlanadi. Bu nimani ifodalaydi desa, qul bevosita kelgan ya ahlal kitob degan xitoblarda Alloh subhanahu va taoloning mehribonlik, marhamatini his qila olamiz. Ya'ni ahli kitobni va yoki boshqa xitob qilinuvchilarni o'zining xitobiga loyiq ko'rgan bir ko'rinish. Bevosita xitob qilgan ko'rinish bu bir. Ammo qul ya ahlal kitob yoki qul ifodasi bilan kelgan o'rinlarda Alloh muhatoblarni muhatоб olmagan bir taraf ifodalansa kerak. Ya'ni bu vaqtda bular Allohning xitobiga loyiq ravishdan, loyiq darajadan tushib ketdi. Buni payg'ambar alayhisalomga havola qilib, Rasulullohning xitobi orqali ularga xitob qiladi degan shaklda qana qilsak bo'ladi, tushunsak bo'ladi. Masalan, biz yani şu meseleni aydınlaştırış için elvatımız bu misallarını. Ve leyse kemislihi şey ve lislahil meselul a'la. Masalan biz birovlarga normal xitob qilmoqchi bo'lsak, o'dil xitob qilaveramiz endi. Falani u anda bu bunda degandek. Ammo toza gap qilganimiz kamigan vaqtida masalan ijtimoiy turmushlarimizda nima deymiz? Gerçi yaqin bo'lsa-mu, xitob qila oladigan bir holat imkoniyati bo'lsa-mu, birovlarga havola qilib, deb qo'ying, aniga menda qilsin degandek bir gaplarni qilamiz emasmi? Bu bir ashta bir ifodani ifodalasa kerak. Ondan keyin qarindoshlar oyatdagi ya ahlal kitob, kitob ahli deb Qur'onda kelgan vaqtida hamma o'ylan buni Yahud Nasara deb tushunamiz. Yahudlar Tavrat ahli, Nasaralar Hristiyanlar İncil ahli. Bularni Qur'oni Karim ahlal kitob
ifodasi bilan qana qiladi, ifodalaydi. Endi bizni hech kim ahlul Qur'on demaydi. Ahlul Qur'on demaydi. Nima ish qadasa? Chunki Alloh subhanahu va taolo ya ahlul kitob degan vaqtda kitob degan nima desa, Allah tarafidan insonlarga tushirilgan, yozilgan, bizning oldimizdagi o'xshash, Qur'onga o'xshash kitobni kitob deymiz. Bularning ya ahlul kitob deb kitob qilinganligi. Aning kenidilla lima takfuruna bi ayatillah degan ifodani qilgan vaqtimizda ma ahli kitobninki Allah kitobda ulardan iroda qilganni qilmaganligini Allah majni qilsin deb farz qilgan yoki ularga buyurgan ishlarni bularning ado qilmaganligini ya dastlabdan buningga inkor qilganligi yoki bilib bo'lib kofir bo'lganligi, bilib bo'lib buni inkor qilganligi yoki go'gaganlik bir ifodasini bizga qana qilsa kerak, bas kerak. Biz birimiz ahli kitob deganlikning o'zi bularga kitob tushirildi deganlik bo'ladi. Kitob deganda nima bo'ladi qarindoshlar? Kitobda Allohga iymon etishga chaqiradigan, Allohning buyrug'ini ado qilishga chaqiradigan taklifatlar, amirlar, nahiylar bo'ladi. Ana madam bular ashta amir, nahiy Allohga iymon etishga chaqiradigan mazmunlarni o'zgan kitoblarni tashlab qo'ygan ekan, cho'qim bir masala bor demak bu yerda. Ya'ni kitobni tushagan zot Alloh. Kitobning ichida nima borligini kim biladi? Alloh biladi. Undaganda asli bular ahli kitob deb xitob qilinganga qaraganda bular kitob tushgan bo'lg'achqa, bular o'ziga tushgan kitobga amal qilish kerak. Bular o'zini kufrninki aldam xaltisqa yoki kufrning qismiga asli tushirgizib qo'ymasligi kerak. Bular kitobga amal qilmaslik orqali, kitobning taqozosi bo'yicha mangmaslik orqali Alloh subhanahu va taologa yolg'onni aytadigan yoki Alloh tushirgan amirlarga qarshi chiqadigan bir holat bularda qanday qilinib qolgan, shakllanib qolganda. Garchi ahli kitob o'zining qilgan ba'zi qiliqlar orqali, ba'zi haqiqatlarni o'ng so'l qilib, ostin ustin qilib bo'rmalash orqali atrofidagilarni oldiga olasimi, ba'zi haqiqatlarni yushirish orqali atrofdagi kishilarni qandira olsimi, ammo shu kitobni tushagan Alloh subhanahu va taoloni qandirolmaydi. Alloh subhanahu va taoloni aldiyolmaydi. Shunga oyatning keyinidagi lima takfuruna bi ayatillah degan mazmun qaragan vaqtimizda bularga ahli kitob deb xitob qilishi bularga nisbatan ig'ir darajada bir askartish yoki malomat va yoki bularning o'tkazgan xatoligini bularga bir qanaq qilish, aslitish, yushirin bir shaklda, ya'ni ahli kitob degani asli kitob ahli bo'lg'achqa, Qur'onli kitob bo'lg'achqa, Alloh sizlarga kitobni tushagan insonlar bo'lg'achqa va bu kitobda sizlar qilishga tegishlik ishlar bo'lg'achqa, menishga tegishlik yo'lning ko'rsatmasi bo'lg'achqa, sizlar bunday qilmasligingiz kerak edi degandan o'zilam ya ahlul kitob degan kitobdan yushirin bir ifoda chiqadi qarindoshlar. Shunga ya ahlul kitob deb xitob qilishning sababi bu kerak. Shunga oyatning oxirida lima takfuruna bi ayatillah. Nima uchun Allohning oyatlariga kofir bo'lasizlar? Bularning Allohning oyatlari kofir bo'lganini nima deb tushunamiz qarindoshlar? Bu ya bularning haqiqatlarini yushaganlik bo'ladi yoki iymon etib bo'lgandan keyingi kofir bo'lgan holatini ifodalaydi. Masalan, qarab baqqanda ko'rsak, Rasulullohning bishoratlari mayli Tavrat yoki mayli İncil olsun, hemmisde nait iniq roşan ba. Rasulullah evvetlişten ilgiri ehli kitaplar hakkı kokak salattı. Bir peygamber geldi, kelgüsüde şu peygamber olan birleşip biz sizden anda kılımız, munda kılımız dep başkalığı kokak salattı. Peygamber aleyhisselam kelgenden keyin bula kana kıldı. İnkar kıldı Resulullah'ını. Bu mesele Sure Bakara'nınki 89. ayetinde bayan kılıngan mesele. Biz bunu ilgirki derslerimizde meyaman dep kettik. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Ayet namazını tercüme kılıp izahlat kettik kardeşler. Yani ehli kitabının ahvalı bu olgan.
Nimişqa Rasulullahni bunu inkar qildi? Acaba burun boshqalarga tahdid solgan, biz shu payg'ambar kelsa, shu payg'ambar bilan birlashib turib, anda qilamiz, manda qilamiz deb boshqalarga o'zining ayvizini ko'rsatgan ahli kitob, shu payg'ambarning kelishini to'rt ko'z bilan kutgan ahli kitob nim deb kelgan vaqtida Rasulullohga inkor qiladi, chunki Rasululloh ularning vaqtliq nupuzini cho'rib tashlaydi. Bu yerdagi vaqtliq nupuz deganimiz ahli kitob shunda bir darajada nupuzga yetganki, hatto kishilarga jannatni sotib beradigan darajada. Allohning rozi bo'lgan, ularning gunohining kechirilganligiga chek yezib quliga talinuvagidek darajaga borgan bular. Bu qadar nupuz, ya'ni o'zini bir diniy olim yoki bir kitob ahli din ko'tirib, xuddi jannat do'zax mushulning qulidagidek bir holat bo'ladi shakllangan. Bu hammasi ma'lum shaxsiy g'araz, shaxsiy manfaat uchun bo'layotgan ahvollar. Tam Rasululloh bu masalalarning hammani yo'q qiladi. Islom bu ahvolning hammani yo'q qiladi. Bular dal mushu nupuzining yo'qolib ketishidan, manfaatlanayotgan manfaatlarining yo'qolib ketishidan ansirganlik uchun shunga Rasululloh burun shuncha da'vo qilgan Rasululloh kelgandan keyin qana qildi bular? Bular kufr qildi. Hatto Qurayshga qarab boqqanda ko'rsak, Quraysh chaqida la ilaha illalloh degan so'zni digili unumadi. Nima uchun? La ilaha illalloh degan so'zning mafhumi obdan qaraganimizda insonning hayot mezonini o'zgartiradigan bir hukmi. Ya'ni bu dunyoda ibodat qilishga tegishli, itoat qilishga tegishli qonunning egasi, bizga taklifot buyruq tushayguchi bu Allohdan boshqa hech kim yo'q. Bizning hayot mezonimiz Allohning belgiligini bo'yicha mang'udi. Allohning yo'lidan boshqa yo'lda mang'ilmaydi degan bir hukmni o'ziga olgan bo'lg'achqa, Quraysh chaqida digil unimoqlik. Chunki inson ig'izdan chiqargandan keyin uningga qana qilish kerak, amal qilish kerak. Chunki uning ruhiy mazmuni shu. Ahli kitob ashta darajada ahvol bo'lg'achqa, shu Alloh ularning ahli kitobligini askartib turib, ya ahlal kitob deb turib, undan keyin Allohning oyatlariga nima uchun inkor qilganligini bularga bir malomat shaklda inkor qilgan shaklda, sizlar ahli kitob bo'lg'achqa bunday qilmasliklar kerak edi asli. Boshqalar unda qilsimi, Quraysh chaqida ba'zi masalalarni tushunadi. Sizlar nima uchun bunday qilasizlar degan bularga malomat bir shaklda lima takfuruna bi ayatillahi vallohu shahidun ala ma ta'malun. Sizlar qilayotgan ishlarning hammani Alloh subhanahu va taolo obdan bilib turadi, ko'rib turadi degan bir shaklda bularga bir zarba, ya'ni bularning qilgan xatoligiga eskartish berildi bu oyatda. Ondan keyin yani oyatning davomi, oyatning 98-oyat, endi 99-oyatda yana o'xshash xitob bilan boshlandi. Qul ya ahlal kitob lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha aywaja wa antum shuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dangi Muhammad alayhisalom ey ahli kitob, nimishqa Allohning yo'lidan iymon etganlarni to'sizlar. Sizlar bu yo'lninki agar bugurilishni xohlaysizlar, amaliyotda sizlar bilib turasizlar hammaning. Masalan, qanday ekanligini, qaysining to'g'ri, qaysining xato ekanligini bilasizlar. Alloh sizlar qilayotgan ishlardan g'afil emas. Ma'lumde, oyat, ilgirki oyat birovlarning o'zining ezishi, o'zining yo'ldan chiqishi haqidagi eskartish, ogohlantirish bo'lsa, oyat kishi o'zi ezib bo'lgandan keyin boshqalarni ozdiradigan bir ahvol bo'ldi. U uning qarta kelgan oyat. Normal bir odam o'zi azdi, o'zi yo'ldan chiqdi, tamam, o'zining gunohini o'ziga oladi. Ammo yana birlari o'zi ozgandan boshqalarni azdolsa, o'zi yo'ldan chiqqandan boshqalarning bu yo'ldan chiqishga tashabbus qilsa, ya'ni o'zining agr yo'llarda yoki xato yo'llarda yolg'iz qolmaslik uchun boshqalarni o'z tarafiga chaqirsa, u odam shu vaqtida o'zining gunohidan boshqa o'zi ozdirishga, ezishga sabab bo'lgan butun insonlarning gunohini o'z ustiga oladi. Ular o'zining gunohini o'z ustiga olgan boshqa bularni qat ustiga oladi. Sura Nahlning 25-oyatida liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah va min awzarillazina yudillunahum bighayri ilmin. Ya'ni ular qiyomat kunida to'liq avlarning gunohini o'z ustiga oladi. Ya'ni bilimsiz ozdirgan kishilarning gunohini ala sa'ama yadirun degan shakldagi bir oyat va undan boshqa wala tadiru waziratun wizra ukhra. Mushu oyatlarning hammasi nima desa, qanday bir prinsipni o'tirib qo'ydi desa, o'zi ozg'an odam, o'zi yo'ldan chiqqan, ammo boshqalarga chaqilmagan odam faqat o'zining gunohini ustiga oladi. Ammo o'zi ozg'andan boshqalarni ham ozdirish
azdırış yolları kızık doğan, çakagan kişiler özünün günahından başkalarının günahını üstüge alıyordu. Mana bu nokta ehli kitabının bu kılgan kılıkıga karta Allah subhanahu wa ta'ala agahlandırış verip nima deyatıdı? Lima tasudduna an sabilillah. Ey ehli kitap. Yani şu ehli kitabını eskertiyatıdı. Sizlar asli unda kıldıgan emas. Sizlar unda qilmasligini kerak. Chunki sizlarda kitap bor. Kitap unuga chaqamaydi. Demak sizlar kitapning yo'lidan chiqib ketdinglar. Kitapning talabidan chiqib ketdinglar. Nimda o'zingni azdinglar, tamam? Nimda boshqani azdirsizlar. Lima tasuddun an sabilillahi man amana. Ya'ni kishilarning Alloh bilan bo'lgan aloqasini uzitib nima qilmoqsizlar deyapti Alloh subhanahu va taolo ma oyatning mazmunidan. Demak, sizlar bu dinninki tuz bo'lishini, to'g'ri bo'lishini xohlamaysizlar. Oyatning oxiri qaranglar. Tabghunaha iwaja. Bu dinning agr-bugr, ya'ni asli istiqomatidan chiqib ketishni xohlaysizlar. Oyatdagi iwaj degan so'z arab tilida iwaj ikki xil talaffuz qilinadi odatda. Iwaj o'g'ini bunda jismiy, moddiy narsalardagi agr-bugurlikni iwaj deyiladi. Iwaj ma'naviy, mana qimmat qarash, uqum, ideya, fikrdagi agr-bugurlikni iwaj deyiladi. Oyatda shu uqum ifodalansa kerak. Ya'ni islom qimmat qarashlari, islom ta'limotlari, Allohning buyurgan, Allohning insonlarning menish uchun belgilab bergan yo'llari maqsad qilinsa kerak. Odatda tuz mangan odam asli nishonga bevosita yetib boradi. Yo'l masofa qisqaraydi. Yo'ldan chiqib agr-bugur yo'llar bilan yoki boshqa yo'llar bilan mangan odam balki nishoniga yetib boramasligi mumkin. Bo'lgan taqdirda biroz masofa uzrishi mumkin. Allah subhanahu wa ta'ala bularga da'vatudiki, sizlar kitobning ichidagining haqiqatligini bilasizlar. Muhammad alayhisolamning haq payg'ambar ekanligini bilasizlar va antum shuhada degani shu. Qur'onning haqiqatligini bilasizlar. Muhammad sallallohu alayhi vasallamningki Allohdan kelgan haqiqiy yetkazguchi ekanligini bilasizlar. Sizlarning kitobinglardagi mazmunlarga uyg'un ekanligini bilasizlar. Uning bishoratini bilasizlar. Ashta turib bayatın degandek, hatta ahli Makkaga, ahli Madinaga ashta qo'qoq salatdanlasizlar. Bir payg'ambar keladi, biz shuni bilan birlashib sizlarni ot Iramni o'ltirgandek o'ltiramiz deb qana qildinglar. Tahdid salatdan buni hammani bilasizlar. Va antum shuhada. Endi kelgan vaqtda iymon etmoqchi bo'lganlarni yoki iymon etganlarni nima uchun tusizlar? Ya'ni asli maqsadinglar tabghunaha ayvaja. Bu yo'lninki tuz bo'lishni xohlamaysizlar. Asli nishon manzilga bevosita minishni xohlamaysizlar. Chunki bu agirlikda, bu yo'ldan chiqqan tarafda sizning bir manfaating bor. Biz bayatni deb o'tgandek, bularning vaqtliq bir nupuzi bor. Dedik ya, tekrar yana bir qitim davlatay, bular shu darajaga qolgan narsani qo'yib turaylar, mol dunyo buni qo'yib turaylar. Shu darajaga yetganki, jannatni kishilarga setib bergudek darajaga yetgan. Jannatning faturasini, ta'lullarini haqiqa kesib bergudek darajaga. Hatto gunoh o'tkazganlar kelib, bularning oldida gunohini iqror qilib, quliga gunohining mag'firat bo'lganlik ta'lunini og'idek darajaga yetgan bular. Ya'ni o'zini xuddi iloh o'rniga chiqarib olgandek, Rob o'rniga chiqarib olgandek bir darajaga yetganda, dal mushu nufuzininki, mushu manfaatlarininki yo'qolib ketishini bular aslo va aslo xohlamaydi. Shu bu yo'lning to'g'rilanib qolishini, tuzlanib qolishini xohlamaydi. Men sizlarga faqat eng yuqori darajadagi xatoliklarni tilga oldim. Tabiiyki uning tunida mol dunyo va boshqa dunyodagi yuz obro'yning hamma narsa bor tabiiyda. Bular maqsad qilayotgan. Ana bular o'zi yetarlik xatolaşdı. O'zi xatolashgandan boshqalarni qana qildi? Azdodi. Kashki bularning qilayotgan mush ishi bilmay qilib qolgan bo'lsa, nodonlikdan qilib qolgan bo'lsa, azroq bo'lsin bir o'zri bersak bo'ladi bularga. Halbuki bular bu qilayotganlarning hammani bilib turib qiladi. Masalaning mohiyatini tushunib turib qiladi. Shunga bu masalada bularga qilingan kitob ya ahlul kitob. Bularning kitob ahli ekanligini biladiganligini asl tutadi Alloh subhanahu va taolo. Va yana takror shaklda va antum shuhada sizlar hammani bilasizlar deb turib kitob qilyotdi. Masala nada desa, buning Allohning masalalarga qarata Allohning xabir, alim, sami ekanligiga bo'lgan iymonida azroq shubha bor. Bularning azroq shubha bor.
Şoňa ayetning oxirisida nima deydi oxirisida? "Wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Subhanalloh musun. Şubha qilmanglar. Allah sizlar qilgan har ishni bilib turdi. Allah qilayotgan ishinglardan nima emas? G'afil emas. Uyg'uninglar sizlar. Kallandaki o'tib ketib qolamo. Haqni oldigan bilan xuddi dunyo ahlini ishontiryotdi-ku bular mesela atrofidagi egashchilarni. Unda o'ylamanglar. Haqni ahmoq qila olgan bilan Alloh subhanahu va taoloni ahmoq qilolmaysizlar. Alloh har ishinglarni g'afil emas, har ishinglarni bilib turg'uchi degan shaklda bularga eskartish beryotdi. Endi ahli kitobning ashta bir yomon qiliq va qarindoshlar. Ahli kitob va ahli kitobning mijozdagi kishilarningki ashta bir yomon xuyi va, ya'ni o'zi xatolasi mayli-de, o'zi xatolashlar bo'ldi qilmay, boshqalarni xatolashtiradigan bir nimasi va bularningki ahvoli va bu yuqori oyatda bayon qilindi. Buningga qarata Alloh subhanahu va taolo mu'min guruhiga qarata xitob qilib nima deydi? Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minallazina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ey mu'minlar, eskartish birotir bizga. Endi sizlar agar kitob berilganlardan bir bo'lib kishilarga agassanglar, sizlar musulmon mu'min bo'lib bo'lgandan keyin, iymon etib bo'lgandan keyin kafir holatinglarga qanday qiladi? Qayt. Chunki bular tinch turmaydi bular. Bular jim turmaydi bular. Sizlar madam to'g'ri yo'l bilan mangsanglar ey mu'minlar, Mavlaning ichilib qoladi. Bularning xatoligi o'rtaga chiqib qoladi. Shunlashqa bular üzlüksiz şekilde üzünün hatalıqını, üzünün azgınlıqını yo'gash uchun to'g'ri yo'lda menayotgan mu'min kishilarga shubhi tashlash, ularning yo'llarini to'sish, ularning dinlarini masxir qilish va u to'g'risida so'zchi shaklda taqitishdan to'xtab qolmaydi bular. Sizningmi shu shaklda menashingni xohlaydi. İlgirki oyat o'qidik ya, yabghunaha iwaja. Sizningmi to'g'ri yo'ldan chatnab, agar-bugur yo'llar uzilib o'xshash bo'lishini xohlaydi. Bu ahli kitobning uzluksiz qanday qiladigan tirishadigan bir ishi. Shunga mu'min jamoati buningga diqqat qilish kerak. Chunki mu'min jamoatininki shaytondan boshqa ahli kitob deb qaralganlardan, kitobni bilganlardan, kitob tushunganlardan, o'zini din ahli deb qarayotgan, dinning olim ulamolar deb qarayotgan bir bo'lik kishilardan bularni ozdiradigan bir hujum uzluksiz to'xtamaydi. Uzluksiz to'xtamaydi. Shunlashqa Allah subhanahu wa ta'ala ayette atayten ahli kitobning o'zining xatoliklarini eskartib bo'lgandan keyin, boshqalarni ozdirish xatoligini eskartib bo'lgandan keyin bizga xitob turib nima deydi? Sizlar o'g'aq turinglar deydi. Iymonni, islomni kishilarni amanglar, kitobdan olinglar. Allohning kitobidir. Chunki ular o'zligi tushirilgan kitoblarni qanday qildi? Bildi, tushundi, ammo insonni ozdirishdan qanday qilib qolmaydi, to'xtab qolmaydi. Endi oyatdagi mazmun shu, bir nuqta diqqatimizni tortyapti. Buni burunqi ilgirki oyatlardan jiqtab o'tgan. Oyatda ey mu'minlar, sizlar ahli kitoblardan bir bo'ligiga ishonsanglar, bir qismiga ishonsanglar ifodasi qo'llanilgan. Ya'ni ahli kitobning hammasi emas. Chunki ahli kitobning ichidanmi haqiqatni suyadigan insofliqlari, to'g'ri yo'l bayqalgan, bilgan hamonlar mengishni xohlaydiganlari bor. Bular qachon to'g'ri haqiqatga yetsa, shu hamon uni qabul qilib to'g'ri yo'lga boradi. Amaliyotda nurg'un ahli kitoblar haqiqatni tushungandan keyin islomga kirgan, iymonga kirgan, to'g'ri haqiqatga ergashgan. Bu qorquyuq bir shaklda ahli kitobga bir hujum ifodasi qo'llaniladi bu yerda. Faqat Allah nimda o'tadi desanglar, mushu oyat va bunga o'xshagan oyatlarning hammasiki Allohning ahli kitobga xitobiga qarasanglar, Allah bir insofliq bir shaklda ifodalarni qo'llayotdi. Ya'ni kishilarning ichida har qanday guruh, har qanday to'pning ichida insofliqlari va insofsizlari va haqiqatni istaydiganlari va botilni istaydiganlari va shu davomli bir guruhli kishilar, ya'ni insof bilan muomala qilyotdi. Ya'ni adolat bilan muomala. Bu hammasi Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Karimda qo'llanib kelgan uslubi biz mush nuqtalarga alohida diqqat qilishimiz kerak. Bugun vaqt munosabati bilan mushu 100-oyatni to'xtaymiz. 101-oyatni inshaalloh kelasi soatlik darsimizda o'qiymiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.